Ikkinchi qism. Muqaddima. Imom Abu Hanifaning eng mashhur shogirdlaridan biri bo'lmish Imom Muhammad ibn Hasan Shayboniyning oxirgi yozgan kitobi Al-Kasb haqida shunday xotira naql qilinadi. Imom Muhammad bundan keyin kitob yozmasligini aytdi. Shunda shogirdlari ustozlaridan so'nggi marta zuhdga oid kitob yozishini so'rashdi. Imom Muhammad ularga: "Men zuhdga oid kitob yozib qo'yganman-ku", dedilar. Shogirdlar imomni bunday kitobi yo'qligini aytishdi. Shunda Imom Muhammad: "Oldi-sotdi masalalarga oid kitob yozganman-ku. Ana shu zuhd kitobida. Zero haqiqiy zohid tog'-toshlarda yolg'iz yashaydigan emas, balki ko'cha-ko'yda, bozorda tijorat qilganida haromdan, makruh va shubhali narsalardan saqlangan insondir", dedilar. Imom Muhammadning bu so'zlari chinakam zohidlikning ta'rifidir. U zot aytgan bu so'zning manbai shak shubhasiz Qur'on va sunnatdir. Bu ikki manba to'liq tatbiq qilingan saodat asridir. Zero tijorat islom nazdida farzdan, namozdan keyin buyurilgan ikkinchi farzdir. Nafaqasini ta'minlashga qodir bo'lgan har bir mukallaf banda mol dunyoni halol yo'l bilan topishi zarurligini bildirgan rivoyatlar. Qarang. Tabaroniy Al-Mu'jamul Kabir 1074, Bayhaqiy As-Sunanul Kubro 6127, Haysami Mu'jamuz Zawoid 10291. Qur'onda juma namozi farz qilingan oyatda ham namozdan keyin qilinishi kerak bo'lgan birinchi ish nimaligi shunday bayon qilinadi. Namoz tugagandan so'ng yer yuzi bo'ylab tarqalib Allohdan fazl so'ranglar. Juma surasi 10-oyat. Shu bois ba'zi fuqaholar tijorat bir joyda nafl ibodat bilan mashg'ul bo'lishdan afzal deganlar. Buning sababi shuki, nafl ibodatlarning foydasi, savobi, fazilati faqatgina shu ibodatni ado etgan kishining o'ziga tegadi. Tijorat esa juda ko'p odamlarga foyda keltiradi. Tijoratchi o'zining tijorati orqali o'z oilasining xarajatlarini qoplaydi. Ishini ko'lamiga qarab yana ko'plab odamlarni ishlashga sabab bo'ladi. Ko'plab insonlarni jamiyatga yuk bo'lmay, o'z mehnati bilan kun ko'rishini ta'minlab, iqtisodiy hayotning bardavomligiga ham katta hissa qo'shadi. Umar roziyallohu anhuning xalifalik davrida sodir bo'lgan bir voqea sahoba-i ikrom roziyallohu anhum bu masalani nechog'lik to'g'ri tushunganlarini ko'rsatib beradi. O'sha vaqtlarda Yamandan Madinaga bir guruh keladi. Bular hech qanday ish qilmaydigan, eski-tuski kiyimlar kiyib, masjidning bir burchagida o'tirib, o'zini faqat toat ibodatga bag'ishlagan odamlar edi. Bu holat Umar roziyallohu anhuning e'tiborini tortdi. U zot: "Bular kim?" deb so'radilar. Shu yerda turganlardan biri: "Bular mutavakkillar, Allohga tavakkul qilganlar", deb javob berdi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning madrasasida bu borada yaxshi dars olgan Umar roziyallohu anhu esa: "Yo'q, bular mutavakkillar emas, mutaakkillar, yeyuvchilar ekan", dedilar. So'ng: "Haqiqiy mutavakkil kimligini aytayinmi?" dedilar. Sahobalar ha deyishgan edi. U zot: "Mutavakkil tuproqqa urug' ekib, keyin Allohga tavakkul qilgan kishidir", dedilar. Buning ma'nosi shunday edi: hech kimga suyanmay, hech kimga yuk bo'lmay, rizqini birovdan emas, faqatgina Alloh taolodan kutganlargina haqiqiy mutavakkil, ya'ni tavakkul qiluvchidir. Umar roziyallohu anhu shu so'zlari bilan islom qanday insonni istaganini bayon qilib berdilar. Umar roziyallohu anhu yana bir joyda shunday deganlar: "Birortangiz hech harakat qilmay o'tirib olib, Allohim rizqimni bergin demasin. Chunki bilasizlar, osmondan oltin va kumush yog'maydi." Hazrati Umar roziyallohu anhu bir kuni mehnat qilib, halol pul topish uchun g'ayrat qilishning ahamiyatini bayon qilib shunday deganlar: "Allohning fazlidan nasibamni izlab yurib, tuyamning oyoqlari ostida o'lishim Alloh yo'lida jihad qilib o'lishdan afzaldir." Qur'on va sunnatdan olgan ilhomini, sahobalarni amaliy namunasi shuurini his qilgan islom ulamolari ham hammani buyuk ibodat bo'lmish tijoratga targ'ib qilganlar. Dangasalik, kambag'allik, odamlarga tilanish, birovga yuk bo'lish naqadar yomonligini ta'kidlaganlar. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhdek buyuk olim ham tijoratchi bo'lganlar. Butun umr shug'ullangan tijoratlari bilan bu borada go'zal o'rnak ko'rsatganlar. O'sha davrning muhim shaxsiyatlaridan biri bo'lgan, mol dunyoni mo'minning silohi deb bilgan Sufyon Savriy ham doim hammani mehnat qilishga tashviq qilganlar. Muhammad ibn Savr shu mavzuga aloqador bir hodisani shunday rivoyat qiladi. Masjidul Haromda o'tirgan edik. Oldimizga Sufyon Savriy kelib, "Nima uchun bunday o'tiribsizlar?" dedi. "Nima qilaylik?" degan edik. Shunday deb tanbeh berdi. "Turib ish qilinglar. Allohdan fazl so'ranglar. Birovga yuk bo'lmanglar." Ali ibn Ja'far shunday deganlar: "Otam meni Ahmad ibn Hanbalning huzuriga olib bordilar. So'ng meni ko'rsatib, 'Bu mening o'g'lim', dedilar. Imom avval mening haqqimga duo qilib, so'ng otamga, 'Uni bozorga olib bor. Bozorni o'rgansin.
tengqurlaridan uzoqroq tut deb tavsiya qildilar. Islom dini mo'min musulmonlarni doim mehnatga chaqiradi. Oluvchi emas, beruvchi qo'l bo'lishga undaydi. Bunda juda muhim omil bor. Robbimiz o'z kitobida haqiqiy mo'minlarni shunday ta'riflaydi. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ul chiroq shunday uylardirki, Alloh ularni yuksaltirishga, u yerda o'z ismini zikr qilinishiga izn bergan. Ular ham u zotni ertayu kech poklab yod eturlar. Ular shunday zotlarki, ularni tijorat ham, oldi-sotdi ham Allohning zikridan, namozni qoyim qilishdan va zakot berishdan chalg'ita olmaydi. Nur surasi 36-37 oyatlar. Robbimiz haqiqiy mo'minni ana shunday ta'riflamoqda. Chinakam mo'min tijorat bilan, oldi-sotdi bilan shug'ullanadigan, lekin bu ish bilan har qancha mashg'ul bo'lmasin, Allohni zikr qilishdan, namoz o'qishdan chalg'ib qolmaydigan inson ekan. Tinmay pul to'plashga berilib ketib, zakot berishdan, infoq ihson qilishdan g'aflatda qolmaydigan inson ekan. Ta'biri joiz bo'lsa, qalbi Allohda, qo'li mehnatda bo'lgan inson ekan. Agar mol dunyoga hirs kuchayib ketib, insonni qalbini qoplab olsa, jiddiy muammo yuzaga keladi. Jaloliddin Rumiy shunday deganlar: dunyo moli dengizga, inson esa dengiz ustidagi kemaga o'xshaydi. Mol dunyo, ya'ni dengiz suvi qanchalik ko'p bo'lsa, kema manziliga shunchalik bemalol, bezarar yetib oladi. Lekin suv kemani ichiga kiradigan bo'lsa, ya'ni mol dunyo muhabbati qalbni istilo qilishni boshlasa, cho'kib ketish hech gap emas. Demak, mol dunyo muhabbati qalbni qoplab qo'ymasligi kerak ekan. Bir kuni tobiinlarning buyuk imomlaridan biri Sufyon ibn Uyaynadan so'rashdi: 100 dirhami bor odam zohid bo'lishi mumkinmi? Imom ha dedilar. Mol dunyo to'plagan odam qanday qilib zohid bo'lishi mumkin deyishgan edi. Sufyon ibn Uyayna: agar bu odam puli kamayganiga xafa bo'lmasa, ko'payganiga xursand bo'lmasa, uni mol dunyosidan ayiradigan o'limni yomon ko'rmasa, u haqiqiy zohiddir, dedilar. Sufyon ibn Uyayna rahmatullohi alayhining bu so'zlari ham xuddi Jaloliddin Rumiyning so'zlari kabi qalbda mol dunyo muhabbatiga joy bermaslik kerakligini ifoda qilmoqda. Tijoratchilikda pul topish, boshqa hamkasblar bilan raqobat qilish va shunga qaramay qalbni sog'-salomat muhofaza qilish, asrab-avaylash oson emas. Buning uchun tijoratchi quyidagi qoidalarga qattiq ahamiyat berishi lozim. Mustahkam, to'g'ri aqidaga ega bo'lish. Tijorat, savdo fiqhini chuqur o'rganish. Sodiq, solih do'stlar orttirish. Tijoratga Allohni sherik qilish. Eng oliy haqiqat bo'lmish o'limni doim yodda saqlash. Bular musulmon tijoratchini doim yodida, xayolida va qalbida bo'lishi kerak bo'lgan qoidalardir. Avvalo mustahkam, sahih, to'g'ri aqidaga ega bo'lishi kerak. Har narsani poydevori aqidadir. Shuning uchun bu qoida birinchi o'ringa qo'yildi. Iymon asoslarini bilish va ularni hayotga tatbiq qilish juda muhimdir. Keyin tijorat fiqhini mukammal o'rganish kerak. Halol, harom, makruh, shubhali narsalar, islomning tijoratga oid qonun-qoidalari, moliyaviy masalalar, qarz fiqhi, foiz masalasi va boshqa ko'plab masalalarni kifoya qiladigan darajada o'rganish, o'zlashtirish lozim. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning shu haqdagi ogohlantirishlarini aslo unutmaslik kerak. U zot fiqhni, savdo ilmini bilmaganlar bozorimizda savdo qilmasin deganlar. Nima uchun? Chunki savdo-sotiqqa oid fiqhiy qoidalarni bilmaydigan, bu borada ma'lum saviyaga ega bo'lmagan odam istalgan paytda xato qilib qo'yishi, natijada kimningdir haqqi poymol bo'lishi, kimdir harom luqma yeb qo'yishi mumkin. Shuning uchun musulmon tijoratchi tijorat fiqhini bilishi, o'rganishi shart. 3-qoida: sadoqatli, solih insonlar bilan do'st tutinishdir. Sadoqatli do'st insonni jannatga yetaklovchi muhim vasilalardan biridir. Shuning uchun musulmon tijoratchining yonida ana shunday do'stlari, birodarlari bo'lishi, uni haq yo'lga, to'g'rilikka chaqirib turishi, ular bilan doimo uchrashib turishi kerak. Bu borada Robbimizning Allohdan taqvo qilinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar. Tavba surasi 119-oyat degan buyrug'ini yodda tutish.
hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning rostgo'y bo'linglar. Rostgo'ylik ezgulikka yo'llaydi, ezgulik esa jannatga boshlaydi. Kishi rost gapirishda, rostgo'ylikka intilishda davom etaversa, Allohning huzurida rostgo'y deb yoziladi. Yolg'onchilikdan saqlaninglar. Yolg'onchilik gunohga, gunohlar esa do'zaxga boshlaydi. Banda yolg'on gapirishda, yolg'onchilikka intilishda davom etaversa, Allohning huzurida yolg'onchi deb yozilib qoladi degan gaplarini unutmaslik kerak. 4-qoida tijoratga Alloh taoloni sherik qilib olishdir. Buning ma'nosi u zot ato etgan narsani, ya'ni u zotning yo'lida ishlatishdir. Butun olamdagi jamiki mol-mulk u zotniki ekan, butun koinot, butun borliq u zotning mulki ekan, u holda bizga ato qilgan har bir ne'mat ham u zotnikidir. U zotning lutfu karamidir. Shunday ekan, musulmon tijoratchi tijoratiga Alloh taoloni ham sherik qilib, faqat moliyaviy majburiyati bilan zakot bilan kifoyalanmay, sadaqa va infoq ehson borasida ham imkon qadar qo'lidan kelganicha g'ayrat qilishi kerak. Abu G'aroza roziyallohu anhu dan naql qilingan rivoyatni eslaylik. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorimizga kelib shunday dedilar: "Ey tojirlar jamoasi, savdoda shayton ham, gunoh ham aralashib turadi. Shuning uchun savdoyingizda sadaqa qilib turinglar." 5 va eng oxirgi qoida esa inkor qilib bo'lmas haqiqatni, o'limni eslab yurishdir. Har birimizni boshimizda bor bo'lgan bu nihoyani doim eslab yurish insonni qabrdan keyingi hayot uchun harakat qilishga undaydi. O'limni o'ylagan odam o'tkinchi, qadrsiz narsalarni doimiy, qadrli bo'lgan narsalarga almashmaydi. O'limni doim eslab turish insonni ichki nazoratga oladi. Mol dunyoga, shahvatga bo'lgan hirsini jilovlab turadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorga kirishda o'qigan duolarida ham o'lim va o'limdan keyingi hayotga e'tibor qaratiladi. La ilaha illallohu wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd, yuhyi va yumit, va huwa ala kulli shay'in qodir. Yolg'iz Allohdan o'zga iloh yo'q, uning sherigi yo'qdir. Mulk unikidir, hamd ungadir. Tiriltiruvchi ham, o'ldiruvchi ham o'zidir. U zot har narsaga qodirdir. Yuqorida sanab o'tilgan qoidalarga haqiqiy amal qilganlar shak shubhasiz o'zi ham tijoratchi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak qo'llarida tarbiya topgan sahobalar avlodidir. Ularning hayotiga nazar solib, haqiqiy tijoratchi qanday bo'lishi haqida saboqlar olamiz.